Internetda pul topish yo'llarini bilasizmi? Да, bilaman. Masalan, qanaqa? Xitoybet, Postbet, mana shunaqa narsalar. Baba, Trading, magazin. Magazin ochishni mumkin. Internetdan narsa olib sotsa bo'ladi, misol uchun. Yoki bo'lmasam o'zingiz nimadirlar reklama qilib, blogerlik qilib ham ishlatsa bo'ladi. Masalan, o'zimda bloger, trading har xil. Hozir kuchayib ketdi o'sha. Juda ham yaxshi. Traderlik balkim, yana qanaqa bor? Onlayn sotuv, qanaqadir onlayn pul ishlab ko'rmaganman. Onlayn videolar montaj qilib ishlasa ham bo'ladi. Onlayn ishlab ko'rmaganman. Ishlab ko'rmagansiz. Evet. Zo'r imkoniyat bor. Aynan Tamam. Speak Out ilovamizni eshitganmisiz bu haqda? Yo'q. Ilovimizdan yuklab olsangiz, bir nechta savolga javob berasiz. Aha. Javob berganingiz uchun pul ham olasiz. Yana bitta ilova bor, Speak Out. Eshitganmisiz? Speak Out'da eshitganman. Даже mana hozir mana o'shanda. Ha, ilovamiz sizda bor. Da, da. Juda ham yaxshi bo'lsa topdik. Sizlar ilovamizdan ishlatadigan. Qani, yoqyaptimi sizga? Da, cho'tki hammasi zo'r, bemalol pul ishlasanglar bo'ladi, maza qilib ishlatasiz. Rahmat kattakon.